5-й раунд. Aniq zarbalar menimcha Qo'ziboyevda ko'proq shunday taassurot bor menda. Rustam Toshevning kuchli zarbasini ko'rdik. Mana bu yerda Rustam Toshev yana bir kuchli zarba yo'lladi. Bosim qilyapti. Meroj Rustam Toshev. Chap tomonga yurishni so'rashyapti. O'zidan chapga Rustam Toshevning murabbiylari ham. Yo'q, o'xshamadi bu reja. Chap qo'l qo'yib yubordi. Yana bosim so'rayapti mana murabbiylar, aynan mana shu burchakdagi murabbiylar. Qo'ziboyevning sekundantlari. Qo'ziboyev hujumda. Yo'q, bunday vaziyatda to'xtash kerak. Chap qo'l yon tomonlama zarbani bitta sinab ko'rishni aytyapti murabbiylar. Yo'q, o'xshamadi. Rustam Toshevda va Qo'ziboyev bosimni davom ettiryapti. Qo'ziboyev zarbalar yo'llamoqchi edi. Klinch uni bu harakatdan cheklab qo'ydi. Eshitmadi sportchi referining ishorasini. Ketdi yana. Davom etamiz. Mana zarbalar. Qo'ziboyev kuchli zarbalar ko'p unda. Chap qo'l zarbasi. O'ng qo'l endi. Chap qo'l Qo'ziboyev. Zarbalar. Qo'ziboyev